tanlayotganingizda C0 va C1 guruhlariga e'tibor qarating. Chunki ular sifatli va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan tuxumlar hisoblanadi. C0 guruhi ekologik toza va yuqori sifatli tuxumlar. C1 iqtisodiyroq, biroq baribir yaxshi sifatga ega tuxumlar. Bu guruh tuxumlari siz uchun ham foydali, ham mazali tanlov. Banan tanlaganingizda yashilroqni tanlash tavsiya etiladi. Chunki ular uzoqroq saqlanadi va sizga vaqti bilan yetilish imkoniyatini beradi. Agar bananlarni tez yeyishni rejalashtirmagan bo'lsangiz, yashilroq bananlarni tanlash samaraliroq bo'ladi. Asal xarid qilayotganda quyuqroq asalni tanlash tavsiya etiladi. Chunki bu uning tabiiy va sifatli ekanligini ko'rsatadi. Asalni sotib olganda uning rangi, hidi va tizilmasiga ham e'tibor bering. Pomidor xarid qilayotganingizda kichikroq pomidorlarni tanlash tavsiya etiladi. Chunki ular odatda yangi va mazali, mazmunli va o'ziga xos ta'm, yetilishi yaxshiroq. Kichkina pomidorlarni tanlab siz nafaqat mazali, balki to'yimli mahsulotni xarid qilgan bo'lasiz.